بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. Aziz ve hürmetli Milli Radyo Televizyon Kurubiçi ve eşitgüviçilari, mana shunaqa 24 Asad munosabatida bo'lgan barnoma va dasturning tinglovchilari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bizning ana shu munosabat bilan bo'lgan dasturimizga xush kelibsiz. 5 yil oldin 17 va 18 Asadda Taxor viloyati Afg'oniston Islom Amirligi mujohidlari qo'lidan fath bo'lib va mana shunaqa 24 Asadda butunlay mamlakatimiz mujohidlar qo'liga fath bo'lib va Islom Amirligining hokimiyatiga keldi. Endi shu turali bizlar ham bo'laversa Taxor viloyatining kattakonlari, mana shunaqa Taxor viloyatining yashovchilari va harbiy kuchlar bilan bir ancha musohaba, ya'ni qilib va sizlarga tarqatib beramiz. Umidkim bu dasturning adogacha bizlar bilan bo'lib va bu dasturdan foydalangan bo'lsalaringiz. Afg'oniston o'lkamiz bir chaman bir lolamiz, shar'iy Alloh olamiz, ehtirom Afg'oniston. Aziz va hurmatli Milliy Radio Televizyon ko'ruvchi va eshituvchilari, mana shunaqa 24 Asad kuniga mos bo'lgan barnomaning tinglovchilari, mana endi biz barnomamizga xush kelibsizlar. Hozir bizning yonimizda Mavlisibi Abdudayyon Munib Taxor viloyatining adliya riyosatining boshlig'i qaror topgan. Bo'laversa bulardan o'z faoliyatlari, ayniqsa shu 24 Asad haqida so'roqlar so'rab o'tamiz. Janobi Munib, biz barnomamizga xush kelibsiz. Bo'ladimi shu 24 Asad munosabati bilan biz barnomamizga bir necha so'zlab bersangiz? 24 Asad hammaga ma'lum, bexi voziy va oshkor ki xotimay jang Afg'onistonga bo'ldi va xotimay ishg'ol bo'ldi va 20 yil Amerikoi mutajoviz va Amerikoi xunxor bu sarzaminga keldi, musulmonlarni shahid qildi va mujohidlarni shahid qildi va ko'p siyosatlarimizni beva qildi va ko'p mayda atfollarimizni yatim qildilar va bugun ko'p bir ro'zi xushxollikki va bu ro'zni biz tajlil qilamiz va bir ro'zi xushxollik olamiz tamomiy jihonga, butun jihonga bu ro'zi xushxollik, ya'ni butun musulmonlarga va ro'zi xushxollik ki ishg'ol xotima topdi va tajovuz xotima topdi, u jang xotima topdi va hali fursat keldi bizga ki biz bu fursatdan istifoda qilsak, bu vatanda obod qilsak, bir-birimizga birodarlik qo'l bersak va kishvarda obod qilsak, ya'ni tavri bo'lsakki, go'yo inki birodarona zindalik qilsak bu vatanga va zulm va istibdod va xunrezlikni hammasini xotima bersak, bu fursat bizga. Taxorga mujohidlar tamomiy urusxonlariga faoliyati boradi vaqti jihodga va xususan Xo'jag'or urusxonligiga, Dashtiqala urusxonligiga va Xo'jabovuddin Darqad va Yanqala urusxonligiga birga mujohidlar ko'p, alhamdulillah, ko'p faoliyat qilishlar va bu sohalarga ko'p shahidlar ham bergan, ko'p qonlar ham to'gilgan va ko'p zaxmlar ham bergan, ko'p mardum avlodlarini bu yo'lga qo'ldan berdi va ko'p atfollar yatim bo'ldi bu yo'lga. Taxor taqriban 17 ya 18 Asadda fath bo'ldi. 24 Asaddan keyin bo'lgan taqriban endi necha kundan keyin bahar 5 yil purra bo'ladi. Shu 5 yilga Afg'onistonda alhamdulillah amniyati, salomatligi, shundoq bir amniyatiki Afg'onistonga inshaalloh dunyoga avval daraja amniyat.
sog'likka, sulh, saloh, inoqadorchilik bir boshdan, bir yaqindan, bir kalla ko'taruv, bir kattadan itoat qiluv, bunday mamlakat dunyoga alhamdulillah yo'q. Bu amniyatini gapi, itoatini gapi. Yana shuki 5 yilga alhamdulillah shunday obodlik, shunday sarbalandlik, shunday amniyatki shu obodlik muncha obodlik bo'ladi. Misol Qo'shtepani kanali necha proje tag'i suvdi projelariki mana bu nimaga Faroga u Nimruzga u mana u bandi Kajaki Hilband yana bir tarmim degan bo'lgan u bo'lar inshaalloh mana bizni sizni taxorimizga banlar sarvi bo'lib inshaalloh ishi bular inshaalloh shuru bo'ladi. Mana bu narsalarni ko'ringki, saraklarni ko'ring, bu nimadan Solangdan Jabal Sirojdan olib nimaga Do'shigacha muncha obodlik bo'lib, bu tonal necha qaladan beri tarmim bo'ladi. Kobulda saraklarini ko'ring, Qandahor va Herot o'rtasi, Kobul va Qandahor va G'azni va Zobilda o'rtasi bu obodliklarni, bu ishlarni ko'ring. Bular hammasi nimada? Bular hammasi Afg'onistonda shunisidanki bizning mamlakatimiz shukr alhamdulillah ozod bo'lgan. اسلامی امارت بو عطر آزادی خوش بو هر مسلمان بالسه آچilgan چون لاله رو. Yonimizda Chol tumanining hokimi janob Mavlisov qaror topgan. Bo'laversa, mana shu 24-asad va mujohidlarning fathu piruzlik munosabati yakuni uchun bu janob Mavlisov bilan so'zlashamiz va suhbatlashamiz. Bulardan bu haqlarda so'roqlar so'raymiz. Bu fath piruzlik bir oson gap bilan, oson ish bilan qo'lga kelgan bo'lsa, qo'lga kelgan emas. Vaqt mujohidlar bunga qancha zahmat tortdi, taklif tortdi va biz o'zimiz taqriban ya'ni 15 yil futuhatdan oldin taqriban biz saf mujohidlarga qo'shildik. Hech viloyat qolgan joyga biz borgan bo'lmasak va ta'limi nizomini Vaziristonga qildik. Undan keyin tashkil bo'ldik. Lag'mon va Nuriston va ayni shakl shu raqamki zamoni Rusti vaqtiga va mujohidlar Nuristondan nima qarab boradi ekan, Nuristondan Afg'oniston va Badaxshon shunaqa tomon o'tadi ekan, Pokistondan o'tib shunday kelar ekan. Ayni shakl shu zamon ham mana shu raqam mujohidlar tavma-tav yurib, zahmat taklif tartib va ayni shakl bizni bilalamizga hamdivorlar Hoji Qorishev tayib bor ediki, biz Nuriston va To'pxona deydi bir mandaqalarini shunday men o'tib biz nima keldik, Badaxshon keldik, Vardish keldik. Aynı şekilde oradan tashkil bo'ldik, nima keldik va Kishim keldik. Shu raqam, shu mandaqalar mukammal jamiyat davlat bor edi sobiqa. Biz shu masir va masir dasharchi qarab o'tdik va bu yerdan shu jabhay jangni bu yerdan shuru qildik. Undan ilgari chiriki janglar bor edi. Badasi Futuhat va Firuzi mujohidin va shoirlarga qarasangiz, atrof ulusvorlarga qarasangiz va saraklarni ko'rsalangiz, soxti sozi ko'rsalangiz, alhamdulillah duchan va sechanki ishlar pesh ketyapti. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, Taxor viloyatiga Isminzar deb bir shorak tuzaldi, alhamdulillah. Qancha zeboyi shor va shorga bo'lak teba yetagar ruhi bo'lsin, qancha bir tag'irot kelgan. Va diga iqtisod alhamdulillah iqtisodi mardum ham tebe ketibdi. Bu bilan manzillar maşallah bu sarmoyaguzorlar, tujorlar alhamdulillah berin az kishvorlardan kelib, siz vatanimizga kelib, ketgan tujorlarimiz kelib sarmoyaguzorlik qilyapti. Va ba'zan ularda da'vat beramizki va ko'shish qilamiz shular ba'zan qaysi bir tekda qolgan qayga kelsin. Alhamdulillah siz vatanimiz amniyat, qaysi mushkil, qaysi gap jo'q. Hamma mardum zeri chatri bayraqi Muhammadini ostiga zindalik qiladi. Alhamdulillah amniyatdan barxur. Fath Nasrat sababi ediki
tamom vatanimiz orom bo'ldi, oromlik keldi, tinchlik keldi va millatning orzusi ham shuladiki, boyat vatanga qon to'g'ilib bas bo'lsa, boyat urush bas bo'lsa, shuladiki inshaalloh 5 yil bo'ladi. Mardim Afg'oniston baxsus viloyati Taxor, Ulusvali Chol mardim tinchlikka va oromlikka zindalik qiladi. Va darbora iqtisod men yo'davarlik qilayinki, biz 5 yil oldin hamcha shu qism bozorimiz yo'q edi. Shu imorat sababi edi bir bozor tuzatildi. Hazoron mardim Ulusvali Chol, faqir, beva va bechora berdan bu bozordan mustafid bo'libdi. Bir luqmanon shu asar qishul qo'lg'ab keladi. Va bir narsa digari men yo'davar bo'layinki, shu ba'da sifat Nasrat imorat islomiy Ulusvali Cholga 6 oy bo'ladi barqi davlati kelgan. Shu soha bilan hammasi barq davlatdan istifoda qilamiz. Bir baxshi inkishofi degasi shulki, Sarakni avval Nayzakotolni ko'taligi edi, hali masir tag'ir beribmiz. Shod o'zlaringiz shohid bo'lsa, Sarak ambor bo'lgan nima qilgan. Va Sevim mavzu inkishofisi shulki, ta'mir ulusvolik falan tuzatilibdi. Va chorim mavzusi shulki, shafaxona Anqarib inshaalloh tuzatilsa. Bu hammasi baxsh inkishofi shu avval az Xudo sabab imorat islomiy ediki, Fath Nasratga bavujud keldi va bu narsalar bu millatni Cholga muhayyo bo'ldi. Mujohidlar zahmati, mazlumlarning nolasi, Allohim aylab qabul bu imorat islomiy. Endi hozir bizning yonimizda Chol tumanining amniya qo'mondoni janob Mavlisib qaror topgan. Bo'laversa, bulardan o'zini otini so'rab va shunaqa 24 Asad haqida ham bulardan so'roqlar so'rab o'tamiz. Biz bilan bo'la qoling. Alloh taolo bu fath kunda bizga berdi. Bu fath ro'zi yomil fath buni Amir Sayyidimiz nom qo'ygan. Bu 24 Asadni fathisini hamma millat Afg'onistonga biz tabrik aytamiz. Alloh taolo bu fathni hamisha doim qoyim qilsin. Alloh taolo bizlarni bu fathga rosti bizda hamma millatimiz, ulusimiz bu fath kunga xushalik, balki xushalik joyga shukrguzor bo'lsa, Allohning shukrini qilsa. Va Alloh taolo bu fath berdi, va sababi qurboniy shu mujohidlar, va sababi duoyi shu mazlum yetim bevalarimiz. Alhamdulillah va Afg'onistonimiz mana shu fath kuniga hamma millatimiz, hamma millat turib bayat shukrguzor bo'lsa, sajda shukr qilsalar. Ba'da hokimiyat imorat shu iqtisodiy lihozga qarasa kun-kun iqtisodiy lihozda ruba taraqqiding. Millat kun-kun amniyat millat ma'mundir, millatimiz amin amondadir. Millat kuniga qarab korobori yaxshi deng. Mana shu Cholni ko'rasizlaringiz, mana shu shori Chol bir do'koni yo'q ekan. Alhamdulillah buni imorat kelgandan keyin olib bega bozorlar bo'ldi, shahar bo'lindi. Va xalqlar jiyilib bega bozor qilib, bugun bozor kuni edi, shu bugun shanba kuni bozor kuni. Millat alhamdulillah nihoyat xushhol ba'da kelgandan keyin iqtisodiyligiga millat kun-kun ruba taraqqiding. Va hamchinin ba'zi mana klinik shifoxona tuzalyapti, bega ulusvolik tuzalyapti, ya Taxorga ba'zilar bu sarmoyachilar sarmaguzarlik qilyapti. Ya inkishofiy ishlar ham alhamdulillah bizning xo'jag'arimiz, mana bizning o'zim xo'jag'ardan bo'laman. Xo'jag'arga qarasak, projelar shuncha proje ishlanyapti, Sarak ishlanyapti, Taxorimizga alhamdulillah shunday yaxshi ishlar bo'lyapti. 5 yil oldin 24 Asadga Afg'oniston islomiy amirligi keldi Afg'onistonda va hukumati jamhuriyati qo'lidan oldi, ularni surdi, o'zlari fath qildi va bu 24 Asaddan so'ng alhamdulillah kun-kun, hafta hafta, sol amniyat ko'paymoqda va biz alhamdulillah amniyat va osoyishtalik ostiga yashaymiz va zindalik qilamiz. Bu 24 Asadni kelishlarini butun Afg'oniston xalqiga va xususan Taxor xalqiga va ayniqsa Chol tumani yashovchilariga, aholisiga, bu yerga Pashtun tiliga yashaydi, tojik tiliga yashaydi, o'zbek tili xalqlari bor, degan aymoq tili bor va arab tili bor, degan Gujuru degan Hazora xalqlari bor. Ba'zi sifati amorat shoyat yuzlarcha javonlarimiz Tolqonga, Ironga, Turkiyaga zindalik qilsaydi. U yerdanki baxotir shu sharaga Cholga jo'r bo'libdi kelganki, endi men mutmainmanki
shu sharak bois alhamdulillah yuzlarcha javonlar sho'rga, ro'zoyi bozor, g'ayri bozor kasb va kamol qiladi, soyib bir lo'mondan bo'lib turibdi. Agar sharakimiz bo'lmasa, shular past majbur bo'ladiki, Iron borsa, Turkiya borsa, boshqa kishvarlarga muhojir bo'lib ketsa. Mujohid duosi Afg'oniston ozodi, chavk tog'ut barbodi, sinsin daraxt yolasi. Imorat Islomiy 24-Asaddan keyin kelgandan keyin Afg'onistonda urush tugadi. Urush tugadi. Biz shu jihatdan juda xursandmiz va mamnunmiz xalq o'laroq albatta. Alhamdulillah tijorat sohasida xalq yaxshi o'z rizqi ro'zisini topib yuribdi tinchlik bilan. Shu amniyat sohasida, amniyat soyasida ham ba'zi shahrimizda qarasak umroniy ishlar bo'lib kelyapti, ba'zi yangi saraklar qurildi, yangi tijoriy marketlar qurilib kelyapti va bir shuri shavq bilan mardam shu ishlarini, rizq ro'zini, halol rizq ro'zini ketidan yugurib yuribdi, urinishib talosh qilib yuribdi. Birinchidan men shu Imorati Islomiy kattalariga, mushirlariga payg'amim shuki, hammasi bir bo'lib millat, Afg'oniston millati, Afg'oniston xalqini quchog'iga olsinlar. Hammamiz bir bo'laylik, qo'l berib bir bo'laydik, birlikka erishaydik. Undan keyin bo'ladiki vatan obod bo'lsa. Bizning kamyobligimiz albatta shu yerdadir. Undan keyin mana siz bilan biz Taxor xalqi sifatida mana bu Movaroy ko'kchaga qarab boramiz, ko'rasizki, qanday mardim qiynoqqa va azobgadir. Xudo xolasa u yerga katta konlar bor, tilla koni bor, u yerdan davlat bahramand bo'layapti. Shu saragini ustiga bir aloyida bir to'xtalib, o'ylashib, shu mardim qurib shu mardimni azobdan xalos qilsalar va umid qilamiz. Shu har hukumatiga keldi, bu yerga bir va'da berdi. Ammo inshaalloh Imorat Islomiy shu va'dani berib ibtidosiga keldi, hukumatning ibtidosiga shu va'dasiga poyband bo'lib, shu Movaroy ko'kcha saragini, shu yo'lini qurishga harakat qilsalar va mardimni xalqning duosini olsinlar inshaalloh. Bu 24-Asadda Afg'oniston Islomiy imorati hokim bo'ldi va o'sha kundan beri Afg'onistonda amniyat va iqtisod kun sayin olg'a bo'lib bormoqda. Fe'lan shukr xudoki amniyatimiz ta'min va o'lkaning har joyda borsangiz amniyat ta'mindir va bozsozlik ham jarayoni bor va iqtisodiy tomondan, ijtimoiy tomondan har bir yaxshi ish bo'lib boryapti. Masalan, Kobul poytaxtida yaxshi ishlar bo'lib boryapti. Masalan, saraksozlik va ko'prisozliklar bu nohiyadan ayni holda Qo'shtepa kanali va o'lkaning har bir joyida shunday bir bozsozlik bo'lib boryapti va bu bozsozlik Taxor viloyatida ham bo'lyapti, vali Islomiy imoratidan peshnodimiz shul, bir taqozomiz shulki, bundan ko'ra ko'proq bozsozlikka tavajjuh qilsin Taxor viloyatida xususan va Saraki Movaroy ko'kchaki taqriban 5-6 viloyatni bir-biriga vasl qiladi, 5-6 volisvallarni bir-biriga vasl qiladi va hozirgacha bir yaxshi ish bo'lmagan bu sarak to'g'risida. Buni ham taqozomiz shulki, bu saraklar tuzalsin asosiy suratda va konkret bo'lsin yo qirg'izlik bo'lsin. Inshaalloh Rahmon Islomiy imorat va yaxshi ish qilib boryapti kun o'tishi bilan. Birdam u bardam bo'lib istiqomat Afg'oniston, fathu zufar inqilob, salom Afg'oniston, fathu zufar inqilob, salom Afg'oniston. 24-Asad ro'zi fath yo Afg'oniston Islom Amirligining mujohidlarining fath kunidan nima bilasiz? Bu to'g'rida bir oz bilgi ma'lumot berib o'tsangiz. Biz 24 Asad 24 Asad ro'zi fath, ro'zi bir ko'p yaxshi ro'z bizga. Hali bu ro'zdan biz ko'p xushmiz. Bu mujohidlardan ro'ziga avval bir
yaxshilik vaqti shilki shu kelgan mujohidlar shellardi olgandan nari sep mega bir chavk tuzatdi, chavkni ham hozir ko'ramiz. Undan nari bir bozor tuzatdi sep biz ko'p shuni xor zalledik. Bularni kelgandan sep ko'p bir tashakkur, izhor shukrguzormiz. Barq sep do'g'un nimasi barq uni sevimi ham mana sarak yo'l bo'ldi sebaga sarak ham keldi necha ko'tarilmasdan mana chorimiga ham inshaalloh nima sarak qir keladi deydi shunday gaplari bor. Inshaalloh gaplar ham to'joy xolos bo'lgan, inshaalloh keladi. Biz bulardan sep izhor sifos va qadrdonlik qilamiz. Endi sizning payg'omingiz o'zingiz kabi boshqa inoqalarimizga nimadir? Bizga boshqa inoqalarimizga shilki bu hukumat ko'p yaxshi hukumat, bu hukumatdan boyad qadrdonlik qilsak, izhor sifos qilsak, vali hamisha amniyat ko'p bir yaxshi vaqtga qaror topamiz. Ko'p yaxshi hukumat. Millat Afg'oniston ko'p bir xushvaqt ekanki 24 Asadga bularga ozodlik keldi. Amerika bir ishg'olgar edi. Amerikaning ishg'olgarligidan bular ozod bo'ldi, xolos bo'ldi. Alhamdulillah, ko'p bir ozodlik, ko'p bir yaxshilik Afg'onistonga kelgan musulmonlar ko'p bir ozod zindalik qiladi. Ko'p bir ozod g'aribchiligini, zindaligini pesh olib ketadi. Hamma tijoratligimiz ko'p bir ozod, hamma kasb bir soha oromlikka zindalik qiladi. Va biz ham ko'p bir xushholmiz. Hamma mujohidlarga tabriklaymiz va ba'd mujohidlardan va amorat islomiy Afg'onistondan xohishimiz shuki, millat ollaridan xushhol bo'lsa, har nesaki saraklarki ba'zi yerlarga millatga ketay mushkulot voqealadi, shularning mushkulotdan boxabar bo'lsa va bir yilda shorlarimiz ichiga mushkulot bor, mushkulotlardan boxabarlik bo'lsa, aznigoy qimmatchilik, aznigoy bebosqasligi, aznigoy betafovullikdan mujohidlar betafovut bo'lmasa, hamma shunisi musulmonlarga va millatda mushkuloti bor, va millatning mushkulotidan boxabar bo'lsa, millat ko'p xushhol, shu zindalikdan ko'p xushhollik qiladi, ko'p xushhol bo'lsa va bundan bag'i ham bularning qaysi shikoyati, qaysi norizoyalik bulardan mujohidlar ko'rmasa. Afg'oniston o'lkamiz, bir chaman bir lolamiz, shar'iy Alloh olamiz, ehtirom Afg'oniston, shar'iy Alloh olamiz, ehtirom Afg'oniston. Xo'p, aziz va hurmatli Milliy radio televizion ko'ruvchi va eshitguvchilari, mana shunaqa 24-Asad Fath kuni munosabatida bo'lgan barnoma yoda dasturning tinglovchilari. Bizning barnomamiz ham ana shulardan iborat edi. Ina uchrashguncha xayr, sog'u bardam